Assalomu alaykum Kardio klub kuzatuvchilari. Bugun Kardio klubda Trontni erituvchi dori vositalar hamda tabiiy vositalar haqida gaplashamiz. Video oxirida insult va infarkt bo'lishini oldini olish uchun esa o'zimning individual retseptimni qo'lga kiritasiz. Tromb o'zi nima? Xo'p, deylik hammaning uyida kanalizatsiya va kanalizatsiyadagi har xil tiqinlar va trubkalar natijasida kanalizatsiya nima bo'ladi? Yoriladi. Xuddi shunday inson tanasidagi qon tomirida ham intima qavat, ya'ni qon tomir ichidagi devor shikastlanadi. Shikastlanish natijasida esa qon tomir ichidagi zaryad o'zgarishi natijasida tromb shakllanadi. Trombning qanday turlari bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Xo'p, trombda asosan xolesterin bilyashkalari natijasida yuzaga keladigan va trombotsitlar tizim va endotel shikastlanish natijasida umumiy tromb kapsulasini hosil qiladi. Bizning tanamizdagi aynan qon tomir devori ichida tromb shakllanib boradi. Oxir oqibat trombning ko'chishi insult, infarkt kabi asoratlarga olib keladi. Aynan mana shu reologiyaning buzilishi yurak ishemik kasalligiga sabab bo'ladi. Yurak ishemik kasalligiga nimalar kiradi? Eng ko'p uchraydigan miokard infarkt, nostabil stenokardiya, stabil zo'riqish stenokardiyasi va miokard infarktdan keyingi kardioskleroz. Kardionevroz aynan ko'pchilik murojaat qilib keladigan bemorlardan bizga aynan kardionevroz, nevrologik va kardiologik kasalliklar o'rtasida diagnostikani biz ajratishimiz shart. Nimaga? Aynan kardionevroz bu xuddi yurak kasalligida soxta stenokardiyani xurujini namoyon qiladi. Lekin tekshiruvlar aynan EKG hamda tekshiruvlardan umumiy qon analizi, lipidni spektr, koagulogramma orqali ko'ramizki, hech qanaqa yurak kasalligi bo'lmaydi bemorda. Shundan ma'lum bo'ladiki, bemorning o'zini anamnezidan chuqurroq so'raydigan bo'lsak, bu tekshiruvlarning o'zi hech ham shart bo'lmasligi mumkin. Tromblarni va yurak ishemik kasalligini birgalikda davolash kerak. Chunki aynan trombozning hisobiga yurak ishemik kasalligi shakllanadi. Yurak ishemik kasalliklarga nimalar sabab bo'ladi? Kam harakatlik, qandli diabet, stress, yuqori nafas yo'llari yallig'lanish kasalliklari. Davo muolajalariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda xalqaro kardiologlar konferensiyasida aytib o'tilgan ABCD klassifikatsiyasi bo'yicha davo muolajalarini olib borilishi shart. Birinchi o'rinda A bu antiagregant va antikoagulyant terapiya. B bu beta blokatorlar. C statin va sartanlar. D esa bu diuretik va hayot sifatini korreksiyalash. Yuqoridagi davo muolajalar aynan kardiolog tomonidan sizning individual holatingizga kelib chiqib tanlanadi. Bundan kelib chiqadiki, yuqoridagi davo muolajalaridan tashqari sizning ruhiyatingiz eng muhim davo vositasi hisoblanadi. Yurak ishemik kasalligi hamda trombozda uy sharoitida qanday davolaymiz? Shu haqida to'xtalib o'tamiz. Endi esa uy sharoitida bizga quyidagi mahsulotlar kerak bo'ladi: turshak, namatak va romashka. Ularni esa quyidagi nisbatda aralashtirib, kun davomida 1 stakandan qabul qilamiz. Ikkinchi retsept esa limon, ya'ni lime sokini imbir poroshogiga quyidagi nisbatda aralashtirib, kun davomida bir mahal qabul qilamiz. Oxirgi retseptimiz esa zaytun yog'ini, ya'ni limon, ya'ni ko'k lime limonini sokini qisib olamiz hamda uning achchiqligi, ya'ni nordonligini kesish maqsadida esa nok sharbatidan aralashtirib, ovqatdan keyin qabul qilamiz. Ayniqsa o't qopida toshi bor insonlar bu retseptni tayyorlashda ehtiyot bo'lishlari shart. Bundan ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, Kardio klubga a'zo bo'ling. Savol va takliflaringiz bo'lsa, Telegram kanalimizni kuzatib boring. Like va podpisatsiya bosishni unutmang.